Eko haqida ko'pchilik so'rashadi. Ekoni summasi qanaqa bo'ladi? Eko qancha muddat talab qiladi va ekoni natijasiga garantiya bormi deb ko'p so'rashadi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Ekoda birinchi navbatda biz er va xotinni tekshirib ko'ramiz. Agar ayolda follikular zaxirasi yaxshi bo'lsa, biz 15 tadan ko'p follikula yoki 10 tadan ko'p follikula olishga ko'zimiz yetsa, sifatli follikulasi bo'lsa, ayolda ekoni boshlasak bo'ladi. Ya'ni matkasini holati yaxshi, tuxumdonlarda 10 ta, 15 tadan ko'p follikula bo'lsa. Nimaga bunaqa? Statistika bo'yicha hisoblab chiqilganda 5 ta olgan follikulamizdan bitta embrion chiqadi. Ba'zi bir holatlarda 10 ta follikula olib turib, 6 ta 7 ta embrion ham chiqishi mumkin. Endi bu ayol tuxum hujayralar sifatiga bog'liq. Shuning uchun birinchi navbatda narxini so'rashdan oldin yoki natijasi qanaqa bo'lishini so'rashdan oldin er va xotin tekshiruvdan o'tish kerak. Erkakda sperma sifatlari qanaqa, soni qanaqa, harakati qanday va ayolda. Shunga qarab turib biz eko, ICSI yoki IMSI qilishni ajratib olamiz. Eko qanday holatlarda qilinadi? Agar ayolda follikula yetilmasligi bo'lsa yoki bachadon naylarining yopiqlik holati bo'ladigan bo'lsa, biz follikulalarni stimulyatsiya qilib o'stiramiz va bachadon naylarida bo'ladigan holat, ya'ni urug'lanishni biz ekoda laboratoriya sharoitida mustaqil ravishda urug'lantirib beramiz. Ya'ni spermatozoidlar bilan tuxum hujayralar mustaqil ravishda urug'lanadi. Agarda ayolda follikula sifati yomonroq bo'lsa, erkakda spermatozoidlar harakatchanligi past, sifati past bo'ladigan bo'lsa, biz ICSI usulidan foydalanishimiz kerak. Chunki ICSIda eng harakatchan, eng sifatli spermatozoid tanlab olinadi, tuxum hujayra ichiga maxsus igna orqali kiritiladi. Endi bunda ham bo'lmasa, ya'ni eko yoki ICSI natijasiz bo'ladigan bo'lsa yoki erkak morfologiyasi juda past bo'ladigan bo'lsa, biz spermatozoidlarni tekshirib 5000, 10000 martagacha kattalashtirib tekshirib ko'rib, IMSI usuli orqali maxsus igna orqali ayol tuxum hujayra ichiga kiritiladi IMSI usulida. Shunaqa qilib urug'lantiriladi. Siz birinchi navbatda ko'pchilikka o'rnab qolgan ekoni ham turi bor. Eko, ICSI, IMSI. Sizga qaysi biri to'g'ri keladi? Birinchi shuni aniqlab olishimiz kerak. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, bu ayol kishi va erkak kishi reproduktiv holatiga bog'liq. Ba'zi birlarda sog'lom bo'ladi, bularda o'sha mablag' tomonlama ham kamroq ketadi. Ba'zi birlarda turbasida salpingit bo'ladi, matkasida polip, miomalar bo'lsa, biz shu polip, miomalarni olib, turbalari agar sakta salpingiz bo'lsa, gidrosalpingiz bo'ladigan bo'lsa, shulardan butkul davolab sog'aytirgandan keyin eko amaliyotini qilamiz. O'shaning uchun bularda ozgina ko'proq mablag' ketadi. Hammada bir xil summa ketmaydi ekoda. Endi qancha vaqt ketishi ham bu reproduktiv holatiga bog'liq. Ya'ni aytganimdek hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, maksimal 2 oy ketishi mumkin. Agar tuxumdonda yoki bachadonda har xil operatsiyalar o'tkazgan bo'lsa, kamida 3 oy biz unga stimulyatsiya qilmaymiz yoki perinoz qilmaymiz, kutamiz. Ya'ni holati yaxshi bo'lguncha. Yana shu eko bo'yicha kimda qiziqtirgan savol yoki tushunmagan savol bo'ladigan bo'lsa, shu yerda kommentariyaga yoki direktimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarimizda yoki o'zingizga shaxsan biz bilan gaplashib, to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi.